Qaytib seni bu do'konda ko'rmang. Do'koningiz bo'lsa o'zingizga, meni haydaganingiz uchun afsuslanasiz hali. Sani ishga olgan odam ahmoq bo'ladi. Meni ishga olgan odam pulli tagida qoladi. O'sha odamga achinama. Kechirasiz, ishlayotgan ekansizlar. To'g'ri. Shartinglar qanaqa? Halollik. Bo'ldimi? Qolganini o'zimiz o'rgatamiz. Xudoga shukr, halolman. Ishni qachondan boshlasam bo'ladi? Xohlasangiz bugundan. Bekor qilding doston. Shu do'konini ham shu qizga ishonasanmi? Bu Toshkentdagi ikkinchi do'konimiz Art Mexalux. Bu do'konda original norkali shubalardan tashqari toza ko'jali sumka va oyoq kiyimlar, hatto lyuks kopiyadagi soat va ochkilar ham sotamiz. Uylanganmisiz? Buni kiyib oling-de. Mijozga qarang. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Men shu bizni Instagramda ko'rgandim. Bugun oyimning tug'ilgan kunlari. Razmerlari qoldimi? Sizga srochni kerakmi? Bugun olaman ish puli bo'lsa ham farqi yo'q. Faqat razmerini qarab bering. Oppa, shu qiz Doston meni yaxshi ko'rib qolishiga sababchi bo'ladi shekilli. Nimadir dedingizmi? Yo'q hech narsa. Bular yangi partiya narxida kelgan. 9 million. Assalomu alaykum. 1 minut. Hozir. Jinromsan. Ular chegirmada-ku 5 million. 5 million ular qo'ygan narx. Sotuvchi bilsa, xohlagan narxini qo'ysa bo'ladi. Bular chegirmada emasmidi? Baraqa. U eski partiya narxi. Bular yangi partiya narxida kelgan. Lekin tan oling, shu narx ham boshqa do'konlar narxidan ancha arzon-ku, to'g'rimi? Ha, mayli. Onam uchun olganman-ku. Bera qoling. Barakalla. Shuni tanladilarmi? Zo'r tanlov. Buni eski narxi shundoq ham yaxshi edi. Lekin xo'jayinimiz buni yana ham chegirma qilib 5 million qilib qo'ydilar. Nima? Noinsof. 5 millionli narsani 9 million deb aldamoqchimidingiz? Tushunmadim. Shahzoda, sen hali mijozga... Alo. Hozir keling gaplashamiz, xo'p? Shahzoda, senga O'chir. Chegirma eski partiyaga. Yengisi esa men aytgan narxda. Xo'jayinimiz adashtirib yubordilar. Xohlasangiz oling. mayli, bera qoling. Onam uchun-ku. O'rab beraveraymi? O'rab bering. Ahmoq, birovni haqqini yeyapsan. Xo'jayinlaringning xursandchiligini ko'rasan hali. Bu shubaga 1 yillik kafolat hujjati. Rahmat. Pulini to'lasangiz bo'ldi. To'xta. Hammasini kamera orqali ko'rdim. Bu shubaning narxi 5 million. Diyora, Xo'p bo'ladi. Ber. Marhamat opa, sizdan 5 million bo'ldi. Men hech qachon yangi partiya kelganda narxni o'zgartirmayman. Gramini insof yes. Bu mening gaplarim. Xaridingiz uchun tashakkur. 5 million. One. Rahmat. Marhamat. Yaxshi kunlaringizga kiying. Barakallani bersin. 9 million to'lashga tayyor klientga skidka haqida aytib, nimaga erishdik? Asosiysi insofga. 4 million yo'qotdik. O'rniga sodiq mijozlik bo'ldik. Pul topiladi. Ammo mijozlarga oilangizga bo'lgandek halol bo'ling. Dastlab. Yana takrorlansa uni ishdan bo'shatinglar. Aytgancha, aytilgan gap, otilgan o'q. insof. Do'konning asosiy qoidasi edi. Doston uylanganmi? Xotinini yaxshi ko'radimi? Judayam. Menimcha u meni sevib qolgan. Jinnimisan? Ularning oilasi bor. Nima qildi? Dostonga mendagi jozibali ayollar yoqadi. Voy, Shahzoda, to'g'risini ayt, yana nimalarni boshlamoqchisan? Doston meniki bo'ladi. Qara va o'rgan. Nima? Someone to hold me close deeper than I've ever known. Who feels like a rodeo
Doston uylanganmi? Xotinini yaxshi ko'radimi? Judayam. Menimcha u meni sevib qolgan. Jinnimisan? Ularning oilasi bor. Nima qipti? Dostonga mendagi jozibali ayollar yoqadi. Voy, Shahzoda, to'g'risini ayt, yana nimalarni boshlamoqchisan? Doston meniki bo'ladi. Qara va o'rgan. Hoy. Yomon sotuvchi ekanman. Unda sotishni siz o'rgating menga. Nega aynamman? Chunki shuni xohlayman. Mayli. Bu qatordagi hamma shubalarimizning narxi 3.600.000 so'm. Original Norka nega unaqa arzon? Yoki sifatsiz shubalar sotamizmi? To'g'ridan to'g'ri Xitoydan kelgani uchun shunaqa arzon. Xitoyga yomonmi shunda? Sen meni dushmanimmisan yoki ishchimmisan? Sevgilizman. Do'konning egasi Yurani Xitoyda o'z shuba zavodi bor. Shuning uchun u O'zbekistonga olib keladigan shubalar juda ham arzon. Dunyo bo'yicha Finlandiya, Polsha, Daniya, Gollandiya, Kanada, Amerika, Rossiya va Xitoydagina norkalar yetishtiriladi. Qolgan hech qaysi davlatda emas. Shulardan eng arzoni Xitoykimi shunda? Lekin gap sifatda emas. Oddiy qilib senga tushuntiradigan bo'lsam, faqat Xitoydagina alohida norka va shubalar bilan shug'ullanadigan katta qishloq bor. O'sha qishloqning o'zida norkalarni yetishtirishadi. O'sha qishloqning o'zida bozorga olib chiqishadi. O'sha qishloqning o'zida shubalarni tikadigan zavodlar bor. Demak, ular kelib o'sha qishloqning o'zidagi bozordan norkalarni olib kelib tikishadi. Va qarabsanki, bir qishloqning o'zida butun boshli shubalar tayyor. Va eng asosiysi Xitoyda ishchi kuchi juda ham arzon. Hattoki qo'lingdagi iPhone telefonini eng katta zavodi ham va dunyoga eng mashhur Tesla zavodi ham Xitoyda, chunki ishchi kuchi juda ham arzon. Oy. O'rganyapsanmi? Shubalarimning arzonligini birinchi sababi o'z zavodim bo'lgani. Ikkinchisi esa har bir biznes egasi narxlarni insof bilan qo'yish kerak. Insof yes. O'zbekcha gapiryordilarmi? Xitoylik bo'lishi mumkin, lekin insof millat tanlamaydi. Nima dedilar? Endi sen tushunmaysan. Chunki babisanda insof yo'q-ku. Nimaga ekan? To'xtang, sizda bor insof menda bo'lmaydimi? Tushuntirasizmi yo'qmi? Sizga gapiryapman Doston aka. Tushuntirganim bilan tushunmaysan-ku, Assalomu alaykum adasi. Voy. Ana, boshlandi. Ishlayapsizmi yoki Shahzoda? Yangi sotuvchiman. Unda sotuvchiligingizni qiling. Durdon. Qo'ling sasib ketganini qara. Balodek zahar ekan-u. Ha endi bermoq, jon bermoqda. Men erishaman deganimga erishaman. Kechirasiz. Mana kichkina emasmi? Hozir Shubani manbitlari tor turibdi-da. Boshqasi bormi? shu olasizmi o'zi? Shunchaki qarab-atdim. Bu sizga ko'ylak ishtonmi xohlagancha kiyib almashtiradigan. Kechirasiz. Ko'ylak ishtonni 3 turdan almashtirsa bo'ladi, lekin shuba 10 yilga xizmat qiladi. Bitta shubani olish uchun odamlar yillab pul yig'adi. Misol uchun tillanganingda, uni zargariga, keyin probasiga e'tibor qaratasan, to'g'rimi? Shuba ham tilladek gap. U qanaqa tikiladi, qanaqa norka ishlatiladi. Odamlar, mijozlar har birini tekshirib olishga haqli. Mijoz bilan to'g'ri gaplash. O'rgatma. Durak. Olasizmi? Kechirasiz. Hali 1 daqiqa. Shahzoda, bu yoqqa qarab bor. Obbo. Qoching. Sekin olovda mazali sho'rva pishadi. Sabr matonat orqali muvaffaqiyatga erishiladi. Sabrli bo'gin. Xuddi tushunmayman demaysiz nima deyotganingizni. Har bir mijoz mening oilam. Ular bilan to'g'ri muomalada bo'l. Mijoz bizga ish beradi, demak non ham beradi. Ular bizga ishonadi. Tushundingmi? Tushunmadingmi? Ketdik. Ketdik dedimmi? Shahzoda. Nima xohlaysiz mendan? Boyagi ish uchun uzr. Sizga qaysinisi ma'qul keldi? Mana mashinasi ma'qul keldi. Qo'polligim uchun shu bezga
20% chegirma qilib beramiz. Voy rostdanmi? Ertaga erim bilan kelamiz. Qaynonamga ham olib beradilar. Unda ertaga kutamiz sizni. Rahmat, baraka topinglar. Barakalla Shahzodaxon. Sanam Dostonni xotini ham o'zingdan ko'rlaring. Bechorakinam. Siz boya meni noto'g'ri tushundingiz. To'g'ri tushundim. Diyora eringiz bilan nimalar qilib yurganini bilasizmi? Nima? Tinchlikmi Durdona opa? Eringiz bilan Diyorani don olishib yurganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Nima? Tinchlikmi Durdona opa? Sendan kutmagandim. Odam emas ekansan. Ey, tinchlikmi? Diyoringizdan so'rang. Diyora, menga qarab o'rgin. Kechirasiz, buni boshqa razmerlari ham bormi? Nima qilasiz? Yaxshi turibdi-yu. Yangi kalta oldi ham tor. Taqilmayapti. Boshqa yo'qmi deb so'rayapman. Yo'q. Tinchlikmi? Shubani boshqa razmeri yo'qmi deb so'rayotgandim. Ha, Samarqanddagi filialimizda bor. Ertalab gaplashgandim. Ha, sizlarni filialingiz ham bormi? Samarqandda, Family Parkda, Andijonda, Navro'zmolda, yaqinda Xorazmda ham ochilamiz. Buncha yaxshi. Agar sizga shu yoqqan bo'lsa, ertaga Toshkentga olib keltiraman. Yo'q, shart emas. Samarqanddan kelgan edim. Qaytayotganda avvalo qolaman. Singlim Namanganga kelin bo'lgan. U Andijondan avvaladi. Yaxshi-yu. Sizlarga qulay bo'pti-da. Muomalangiz uchun rahmat. Lekin men bu qizni ishdan bo'shatib yuborsanglar ham bo'lar ekan. Telbamisan? Sizni ishqingizda. Qanaqa ishq? O'ylab gapir, xotinimga nima deding? Agar xotiningiz sizni rostdan ham sevganda, bu yolg'onlarga ishonmasdi. Tinchlikmi? Mijozga razmer yo'q deb yolg'on gapirayotgan ekan. Shunga urushib turgandim. Mijozlarga yolg'on gapirib bo'lmaydi. Yolg'on gapirib yashagandan rost gapirib o'lgan yaxshi deyishadi. Nima deyotganini tushundingmi? Yolg'on gapirib yashagandan ko'ra rost gapirib o'lgan yaxshi deyapti. Qolgan boshqa voqealarni ham aytib beraymi? Yuraka, sizni 1 minutga mumkinmi? Mayli, yur. Yana nimalarni boshlayapti bu? Bilmadim. Ishdan bo'shading. Yura. Chiqib ket. Chiqib ket deyapman. Qizlarga tegajonlik qiladigan direktorni menga keragi yo'q. Dostonga erishmoqchi eding. Nimaga bunaqa qilding? Doston oddiy ishchi. Yura esa. Nima? Endi tushundingmi? Hayvon ekansan. Bu hali boshlanishi. Tuppa-tuzu oilani ajrashtirib yubording-a? Nima qilibdi? Hayvon ekansan. Bu boshlanishi. Bundan battarini ko'rasan hali. Yarashadigani yo'qmi? Yordam kerakmi? Kerak emas. Yaxshisi, professionalni chaqiramiz. Yuraka. Oy, ni hao. Salom. Shubalar bo'yicha sizdan professional odam yo'q. Mijozga yordam berib yuboring. Howda. Mayli, yordam beraman. Bu kiyim har kunlik uchun mos keladi. Dugonalar bilan yig'ilish va mashina haydash uchun juda qulay. Wo, da. Mehmondorchilik, to'y hasham va alohida tadbirlar uchun juda mos keladi. Bu kiyim bilan sen aniq bayram malikasi bo'lasan. Hammasi yoqdi, hammasini olaman.
Siz zo'rsiz. O'z ishiga e'tiborli bo'lish bu mutaxassisning vazifasi. Nima dedi? Boya ichkariga kirib, balo deya avrab chiqding-ku, o'zing tushunib ol. Bu esa senga. Bugun yaxshi ishlading. Qale, o'rgatib qo'yibmanmi? U shunchaki shirinlik berdi, rahbar sifatida. Menimcha esa yo'q. Yaqinda yaxshi ishlayotgan ishchini amaliyotga Xitoyga olib boraman. Qachon ketamiz? Sen olib ketmasa kerak. Shubhang bormi? Menimcha u meni yoqtirib qolgan. Sendan necha yosh kattaligini bilasanmi? Sevgi yosh tanlamaydi deyshadi-yu. Yaxshiyam gaplaringni tushunmaydi. Olg'a, yaxshi ishlanglar. Ko'rdingmi? Endi do'konda men xo'jayinman. Yora, Baqirma. shuba degan shuba do'kon bor ekan. Narxlari bizanikidan vobshe qimmat-u. Voy, Yurani Xitoyda zavod bo'lgandan keyin arzon bo'ladi-de. Men bularning olib sotar. Yurani o'zini zavodi bor. Shu uchun ham bizning narxlar shunaqa arzon. Assalomu alaykum. Oyimga shu olmoqchi edim. Ana, O'ljani o'zi keldi. Bugundan narxlar o'zgaradi, jonginam. Keling. Voy, Oyingizga bo'lsa, mana shu shubani tavsiya qilaman. Instagramga skidkaga ham qo'yuvdinglar, adashmasam buni. Skidka yo'q. Bular narxi hozir 9 milliondan. Arzonroq emasmidi? Mana, shuba do'konida shu shuba 12 milliondan turibdi. Bizada insof bilan. Yura buni 6 milliondan qo'ygan. Tur yo'qolgan. Nima qilasiz? Mayli, hozir faqat yonimda 5 million bor edi. Shuni zaklad sifatida qoldirib ketsam, bir chekkaga olib qo'ya olasizmi? Ertaga yana 4 million topib kelaman. Albatta. Ana, Yurajonni xursandchiligini ko'rasan hozir. Yura, meni maqtang. 6 millionlik shubani 9 millionga sotdim. 5 million zaklatdan berib ketdi. Ertaga yana 4 million olib keladi. Nega qimmatga sotding? Xursand bo'lsangiz-chi, boshqa do'konlarda xuddi shuba 12 milliondan bo'lib yotibdi. Boshqa do'konlar bilan ishim yo'q. Mijoz onasi uchun oldi. Qatdan bo'lsa ham pul topib keladi. Nima qilamiz arzonga sotib? Bir kishidan 10 so'm olgandan 100 kishidan 1 tiyindan olgan yaxshi. 20 yildan beri shunday ishlayman. Mijozlar ham mendan xursand. Endi esa narsalaringni yig'ishtirganda do'kondan darhol chiqib ket. Nima dedi? Ishdan bo'shading, deyapti. Yura aka? Kamerada hammasini ko'rdim. Bu darajada ayyorsan deb o'ylamagandim. Ana. Lashvishlaringni yig'ishtir. Hamma kirdikorlaringni bilib qopti. Go'zalim. Yura. Xayr. Hali shunaqami? Men hali. Yey. Boyagi mijozga qo'ng'iroq qilib, uzrimizni so'rab, pulini qaytarib ber va o'sha shubani onasi uchun sovg'a qilib yubor. Mening ham onam bor. Xo'p bo'ladi. Keyin iltimos, Dostonni ham chaqirib bor. U bilan gaplashib olishim kerak. Doston? Xo'p. Allo. Shuba do'konimi? Men sizlarda ishlamoqchiman. Avval Mexalyuksda ishlaganman. Ularning hamma sirlarini bilaman. Sizlarga foydam tegishi aniq. O'zing tanlading, Yura. Endi katta o'yin bo'ladi. Bu fleshkani xotinimga ko'rsatsam, qotib qolishi aniq. Doston, amaliyot uchun Xitoyga eng yaxshi xodimni olib ketamiz degandik. Esingdami? Qiziq. Nima deb o'ylaysan? Kimni olib boramiz? Diyora. Ha? Tayyorlan. Xitoyga sen borasan. Voy, rostdan. Ha? Doston aka, Yura aka, rahmat sizlarga. Juda ham mehribon rahbarsizlar. Diyora, sen o'zing yaxshi qizsan. Sendagi xodimlar ko'paysin. Biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Молодец. Rahmat Yura aka. Fleshkani xotinimga ko'rsataman. Shunda yarashib olarmiz. Sal shoshib qo'yding-de, shahzoda. Bu ikkalasini hali men Xitoyda o'ynataman. Like a rodeo, knows just how to take